Agar yuzingizda dog'inglar bo'lsa, dog'inglarni ochartirib yuzinglar rangini tiniq qilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga hozir shunaqa kremni obzor qilib beraman. Bu mana Empati brendiniki. Sostavida niacinamid, adenozin bor. Romashka effektli. Mana kremni o'zi. Hidi ham shunaqa приятный. Bu vegan tarkibli krem. Qaranglar, qanaqa quyuq. Tushib ketmaydi ham bir xil kremlarga o'xshab, bunaqa suyuq emas. Qaranglar. Quyuqligini. Buni toza yuzga surasizlar. Bu krem yuzinglarning rangini tiniqlashtirib, namlantirib, dog'inglar rangini ochartirib berishga yordam beradi. Bu kremni faqat har kun ishlatsanglar yordam beradi. Qaranglar. Shimilishi ham tez, yuzingizga unaqa chip-chip bo'lib yopishib qolmaydi. Ikkinchisi ham balzam для gub. Bu Empati brendiniki mana. Bularning farqi shundaki, bittasi ertalab surilar ekan, bittasi kech payt surilar ekan. Ertalab suriladigan balzam для gubda SPF 25 bor, qo'yilmisizlar. Men Koreyaga kelib SPF li pomadani endi ko'rishim. Oldin O'zbekistonda men SPF li balzam для gub ko'rmaganman. Rangini qaranglar. Rang chiroyli, oranjviroq. Takana уже labimni artib tashladim, чтобы ikkinchisidan surib ko'rsatishga. Labimni artib tashlaganimda ham qaranglar, shunaqa zo'r bo'lib turibdi. Siz уже mana kech payt suriladigan kollagenli balzam для gub ham kech payt surib yotasizlar labiylarga, labiylar ertalabgacha pufli, yumshoqqina, hech qanaqa qurib ketmagan bo'lib turadi. Buni qaranglar mana. Buni hidi ham, ikkalasini ham hidi ham shunaqa приятный.